doim umrimizning oxirigacha bizlarni mana shunaqa xayrli, yaxshi ishlarda jamlagan Parvardigor. Bu birodarlarimiz ham mana shu yerga qadam ranjida qilib kelishdi, ey Robbim. Ikki dunyoda yuzlarni yorug' qilgin. Doim mana shunaqa bir eli kor, yurtni koriga yaraydigan, butun millatni duosini oladigan yaxshi bir o'g'lonlar bo'lishini o'zing nasib qilgin. Sallallohu alayhi vasallam. Rahmat. 6 ta binoyimiz bor, boshlaganmiz. Mana shu o'zimizning aziz xalqimizni saxovatpesha kishilarni kamarbastaligi bilan, shijoat bilan boshlab olgan edik. Alhamdulillah bizni tijorat qilishmadi. Avvalambor Alloh barchalarning qalblarini yumshatib, istomonga moyil qildi. O'sha binolarimizdan bittasini mana 1 oy bo'ldi topshirdik. 24 ta oilalarga topshirdik. Endi yana orqasidan qolganlarga harakat qilyapmiz. Juda bir xursand bo'ldik. Ayniqsa yoshlar sizlarni ko'rib, agar undan buyog'iga bizning hasharchilarimiz ham inshaalloh shijoatlanib ketadi. Bundan tashqari ham ancha hovli berganmiz. 50-60 ta hovli ham tarqatilgan-u. Lekin bunaqa hamma qulaylikka ega qilib birinchi bo'lib. Menimcha O'zbekistonda birinchi bo'lsa kerak. Xalqimizni iymon, e'tiqod sababli hammasi. Boshqa hech qanaqa bizni qiladigan va'damiz yo'q. Faqat shu savob umidida avvalambor o'sha payg'ambar alayhisalomga jannatda qo'shni bo'lish maqsadida bizga ham shunaqa inshaalloh. Qolaversa shu el yurtimiz befarq emasligini ko'rsatishdi. Bu ish boshlayotgan vaqtimizda shunaqa o'zi asli ro'zg'ordan boshlaganmizda, biz bunaqa o'yga urinamiz degan harakatimiz yo'q edi. Ayniqsa orada pandemiya kirib qoldi. Aylanishlik davomida asnosida o'yga qiynalganlar, qiynalib yashayotganlar juda ko'p ekan. Keyin qasd qilib uyni ham boshlab oldik. Mana shunaqa bilmay yurgan ekanman, shuncha nochor kishilar bor ekan deb yana bir narsa, katta narsani bildik. Bizni aziz xalqimizni naqadar befarq emasligini, naqadar ko'ngli, dili yumshoq, iymon, e'tiqodligini ham bilmagan ekanmizda, bilib oldik. Bunchalik da o'ylamagandik-da. Biz o'ylagandan ham guzora, chiroyli bo'lib biz yonimizda kamarbasta bo'lib turishdi-da. Men tasavvur qilib ko'ring. Misol bitta tijoriy qurilgan binolarni ham bunaqa tez 1 yilda mana o'tgan boshlagan bo'lsak, avvalgi birinchi xonadonlarni ko'chirib joylarga olib kirdi-da. Xudomiz sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Men o'z Namanganlikman-da. Gruppada ham nazoratliga ko'rib turamiz. Alhamdulillah. Sizni va atrofingizdagi insonlarni niyatingiz faqat shu haligi to'g'riligi, Allohning roziligi uchun aytganingizdek, o'shaligi uchun ham sizga rahmat. Ishlaringiz shunchalik bo'lib ketyapti, insonlar sizga ishonyapti. Mana bu oson ish emas, o'sha guruhda ham ko'raman. Hamma ishonadi. Buni hammasini haligi samarasi insonlarni bir yaxshi ekan bu deb siz o'zingizni yo yollaringizdagilar haligi o'zimizni maqtasin xalq degani uchun emas, shu qalbingiz Alloh bilan bog'lanib Alloh uchun deb qilganingizni ham samarasi deb o'ylaymiz-da. Alloh salomat qilsin. Endi mana Alloh nasib qilib bitta narsani yoshlarga sizlardan bir nasihat qilishingni so'raymiz. Oldiga qo'ygan maqsadda, ya'ni zaiflik, shundan umidsizlanmasdan harakat qilishlikda qanaqa bo'la qiziqadi-da hammasi. Misol, nima qilsa bo'lar ekan deydi-ku. Faqat futbolda emas-da bu narsa. Kim hayotda oldiga nima maqsad qo'ygan bo'lsa, qanaqa shijoat qilish kerak, qanaqa g'ayrat qilish kerak. Shu to'g'rilarda qiziqadi. Misol, bu yerni sotib, buni misol qilsa o'zimizda ham yerni sotib olganimizda yerga beradigan 1 so'm pulimiz yo'q bo'lmagan, 80 so'mgacha. Tavakkal. Ey Alloh, biz sening uchun mana shu o'zingni bandalaringni bir joyli qilish uchun olyapmiz deb tavakkul qilib olganimizdan keyin Facebookga qo'yishimiz bilan ummonetdan keyin Facebookdan bir kishi juda xursand bo'ldim, 120 ming g'ishmandan dedi. Haligida yana ham shijoatlanib ketdi-da. Shu egasi ham topganda berisizlar, bemalolda vaqt qo'yib berib tugatib bo'ldi u yaxshi pulini. Yo'qsa naqd ber desa biz beradigan pulimiz ham yo'q. U ham hammasi orqa-morqa qo'yishib ketaverdi-da. Shuning uchun bolalarga qiziqsa kerak menimcha, ana oldinga qo'ygan maqsadda qanaqa kurash, qanaqa shijoat Allohdan so'rab. Bu yoshlarga endi maslahatimiz, Xudo xolasa hammasi ko'rinib turibdi o'zi ko'zidan, aqlli bolalarga. Kelajakda faqat o'sha oldiga maqsad qo'yib, o'shanga intilib, Alloh yo'lida harakat qilib, albatta o'shani esdan chiqarmasdan harakat qilsa, albatta niyatlariga yetishadi.
Xohlasa bizdan faqat nima deydi, endi omad tilaymiz. Xohlasa kelajakda eng asosiysi mana shu yurtimizga xizmat qiladigan bolalar bo'lib yetishsa. Katta rahmat yoshlarimizga, ayniqsa bu yerga hasharga kelib, hasharda qatnashayotgan yoshlarning shijoatini yana ham ziyodalashtirib oladi degan umiddamiz inshaalloh. Katta rahmat. Sizga katta rahmat, shuncha nima deydi, xalqni birlashtirib, shuncha harakat qilayotganingiz. Juda xursandman ham hayronman, shunaqa katta ish boshlab qo'ydi. Xudo xolasa. Shuncha nima deydi, ko'ngli yarimta bolalarda shunchalik xursand qilib. Boshqacha to'g'risi odam ichidan o'zini boshqacha his qiladi. Mana shu bo'layotgan ishlar o'sha 1 yildan o'tgan bo'lsa, o'sha bir xil. Hali pasayishi va mana hasharchilarda ham, mana odamlar materiallarni jo'natadigan odamlarda ham misol g'ish kerak bo'lsa g'ish deymiz, aksiya qilamiz, misol tarmoqlarda qarab xuddi kutib turganda qachon biz navbatim keladi deganda qarab jo'nataverishadi. Terma jamoamiz ham kelishdi, xursand bo'ldik. Biz ham xursandmiz, juda ham mana shu oz bo'lsa ham o'zimiz hissamizni qo'shganimizdan juda ham. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Shu yerga kim nima niyatda boshlagan bo'lsa, Alloh inshaalloh Allohning va'dasi bor. Qiyomatda ajrini bundan ziyoda qilib bersin. Qiyomatda biz bundan so'ralamiz. Albatta biz buni his qilgan holda shu yerga tashrif buyurdik. Inshaalloh biz befarq emasmiz. Biz bekorga hadis kelmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan bir Alloh yo'lida bir yetimni boshini silash, bu jannatda bir o'ziga qasr qurib olish degan. Inshaalloh hammamizning niyatimiz avvalo Alloh yo'lida, Allohning roziligini olish, Allohga bir munosib banda bo'lish, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lish. Mana shu yerda qilayotgan har bir insonning amalini inshaalloh Alloh rozi bo'lsin, Alloh qiyomatda savoblarini bersin. Biz ojiz bandalarini ozgina bo'lsa ham harakatimiz bir mana shunaqa yetim bolalarni bir juda ham bir katta xursandchilikka sabab bo'ladi. Biz befarq emasmiz, biz musulmon bo'lib yaralganmiz. Inshaalloh birlashamiz. Butun bir o'zbek xalqi buni mana shu yerda mana Namangan ahli, butun bir O'zbekistonimiz xalqi eshitib turibdi, hamma birlashadi. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz inshaalloh. Qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa maqsadimiz faqat Allohning roziligi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh mana shunaqa bu uylarni eson-omon bitkazib o'z egalariga eson-omon topshirishlaringizni so'raymiz. Katta rahmat. Katta rahmat sizlardan. Duo qilamiz, xolislar uchun. Amin. Ey Robbim, bizlarni bunaqa yaxshilik ustida qalblarimizni birlashtirib, shu yoqqa moyil qilgan zot o'zingsan. Bizni yagona istagimiz qiyomatda payg'ambar alayhisalom atroflarida ham mana shunaqa holatda hammamizni jamlagin. Jannatda payg'ambar alayhisolatu vassalomga qo'shni qilgin. Ey Robbim, o'zing qodirsan. Birodarimiz tilak qilganlaridek mana shu binolarimizni ehson omon
chiroyli holda bitkazib o'z egalariga topshirishligingizni o'zing oson qilgin. Sallallohu va sallam ala sayyidina Muhammad va alihi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Nima deydi, shu katta shunaqa o'yinlarga chiqqanda ham bu yerga kelgandaqa odam hayajon bosmagan meni. Shu yerga shunaqa bir hayajonlanib boshqacha bo'lib ketdim. O'zim ham kelganimda o'sha chetda yurganimda Saudiya Arabistonda shu rasmlarni ko'rib, Allohim bizga ham nasib qilsin shu yerga borib, shu odamlar bilan birga yelkama-yelka turib, azgina bo'lsa ham qo'limizdan shu narsa kelsa xursand bo'lardik, niyat qilib yurardik. Shu narsa kelib azgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilgan, juda ham xursandman. Inshaalloh yana ham niyat qilsak kelib hali ko'p yordam beramiz shunaqa. Inshaalloh qo'ldan kelgungacha shu ishlab turgan hammadan Alloh o'zi rozi bo'lsin, iloyim. Shu aka-ukalarimiz ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Shu ishlarni boshida turgan hammadan Alloh o'zi rozi bo'lsin.